Mana shu 5 narsani qilganimdan keyin hayotim 21 kunda o'zgarishni boshladi. Birinchisi, boshqalar bilan o'zimni solishtirmaslikdan boshladim. Maza qildim to'g'risini aytsam. Chunki Instagramga kirishingiz bilan hozirgi asrning eng global muammosi bu boshqalar bilan o'zingizni avtomatik solishtirishingiz. Mana shu narsani qilmaganimdan keyin ishoning hayotim juda ham zo'r tarafga o'zgarishni boshladi. Ikkinchisi, har kuni ertalab turganimdan keyin duo qildim. Uchinchisi esa har kuni ertalab 6 ta strategiyani yozdim. Hilol Yusufova, strategiyani qanday yozamiz deydigan bo'lsangiz, men siz uchun podkast tayyorladim. Strategiyani qanday qilib yozish mumkin podkastida. Hilolning kundaligiga bordim. Agar strategiya so'zini kommentariyga yozsangiz, men sizga ham bu texnikani yuboraman. Juda ham zo'r hayotingizni o'zgartiradigan texnikalardan biri. To'rtinchisi esa har kuni 10,000 qadam tashladim. 10,000 qadam tashlayotganimda muzika, podkastlar, shunaqa narsalar eshitdim, audio knigalar va 5-inchisi esa yangi do'stlar topdim. Ishoning 30 dan keyin ham juda ham